Hatto o'tirganingda his qil, qayta tiklash markazidasan. Hayotingni boshqatdan tiklash, maqsadlaringga erishish, niyating yo'qmi? Bo'ldi, damal urushdan tushir. Birga urdingmi, ikkiga ham ura olasan. Qarshi davom et. Qanaqadir ayyorliklaring qolib ketgan o'zing bilasan, hech kim bilmaydi. Adolatsizlaring o'zingga bo'lgan. Ana o'shalar borib yig'ilib sirif qilishing sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi bular o'tgan hammasi bir bahonalar, agovorkalar. O'zing uchun o'zing kurashishing kerak. Tasavvur qilgin, sen bir raqamsan. Seni oilang, ishing, yaqinlaring 0. 2 0, 3 0, 5 0, qancha 0 bo'lsa bu milliardgacha boradi. To'g'rimi? Sen bir raqamsan. Sen bo'lmasang, bir lotda sen nimaga bo'lganadi bu? Demak, birinchi yordam kimga kerak ekan? Milliard bo'lish uchun o'zingami? Sen bo'lishing kerak ekan birinchi raqam? Mana senga.